قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Komünist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ishchi yuzi. 11-bob Shirkat kommünizmi. خۇاۋېي va 5. 1-qism. Biz hamma yerdagi kishilarning Xitoyning tahdidini tonib yetishini umid qilamiz. Xitoylar odamning ishongisi kelmagidek darajada arzon baholiq ham sifati yaxshi خۇاۋېي uskunlarini o'ttirg'i chiqarganda, bu uskunlarning sifati ba'zida rostilla odamning ishongisi kelmagidek darajada yaxshi bo'lishi mumkin. Ammo uningda cho'qim ashu texnikadan zo'r darajada halqib ketgan siyosiy tarkib, ya'ni g'araz bordir. Amerika davlat sekretari Mike Pompeo 2019-yili 1-oy. Ming Vanjoning ahvoli toza yaxshi emas edi. Xitoy Tinch okean aviatsiyasining Hong Kongdan uchgan 838 nomerliq navbatchi aeroplani, ya'ni Boeing 777 tiplik aeroplan 2018-yili 12-oyning 1-kuni atdigan soat 11:30 atrofida Vancouver xalqaro aerodromiga o'ngishli qo'ndi. Ming Vanjo Xitoy hukumati yo'laydigan dunyodagi eng cho'ng telegraf shirkati, shundaqla Xitoy kompartiyasining eng muhim moliya qurollaridan biri bo'lgan خۇاۋېي texnik cheklik shirkatining bosh moliya amaldori bo'lib, u va erining Vancouverda 2 uyi bor edi. Bu ayol har yil yozda Vancouverda 2-3 hafta turadi. Ammo uning 12-oydagi bu ziyorati boshqacha edi. Aslida Ming Vanjo Vancouverda 12 soat turgandan keyin aeroplan almashib Meksika shahriga uchmoqchi edi. Shundaqla bu 12 soatda birinchi darajalik yotoqda yaxshiroq orom elib olishni o'ylagan edi. Uning oxirgi manzili Buenos Aires bo'lib, u bu yerda 20 davlat guruhining boshliqlari yig'iniga qatnashayotgan Xitoy rahbari Shi Jinping bilan ko'rishishni planlagan edi. Aeroplandan tushib uzun o'tmay Ming Vanjoning oldida bir qancha nafar Kanada xon jamiyati chavandoz soqchilari paydo bo'lib, uni qo'lga oldi. Kanada soqchilari Amerika hukumatining o'tkazib berish talabiga binoan Ming Vanjoni qo'lga olgan edi. Amerika خۇاۋېي shirkatini Amerikaning Eronga qaratgan embargosiga xilof holda o'zining, ya'ni خۇاۋېيning Erondagi niqoblangan shirkati orqali qonunsiz holda Eronga necha 10 million dollarlik mablag' yetkazishga chetishliq deb qarab, jinoiy ishlar bo'yicha tekshirayotgan edi. Ming tutib turish o'rniga opirilib, keyin kepillikka qo'yib berilgan. Xitoy hukumati bu qo'lga ilish sababli Ming Vanjoning Amerikaga o'tkazib berilib, u yerda jinoiy javobgarlik tortilishini to'sish uchun keng ko'lamlik harakat qo'zg'adi. Ming Vanjo qo'lga ilinganligidan hayron qolmagan. Chunki 2017-yil 4-oydan boshlab Nyu-Yorkdagi Amerika qonun ijro qilish tarmoqlari خۇاۋېي amaldorlaridan خۇاۋېيning Eron bilan bo'lgan moliya ishlari munosabati to'g'risida savol so'rashga boshlagan. Natijada خۇاۋېي shirkatidagi barliq yuqori darajalik boshqaruvchilarga Amerikaga berish yoki orliqda aeroplan almish uchun Amerikadan o'tishdan saqlanish chekilangan. Taftish amaldorlari ilgari Amerikada qonuniy masalaga duch kelgan Angliyaning davlat halqıgan bankisi, Hong Kong va Shanxay bankchilik shirkati, ya'ni HSBC orqali خۇاۋېيning Eron bilan bo'lgan pul muomala aloqasiga diqqat qilishga boshlagan. Ming Vanjoning qo'lga ilinishi butun Xitoy miqyosida qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi.
Xitoy hökumətinin zor miqdarda məbləğ silishi, şundaqla Xitoyning hərbiy və istihbarat organlarının qo'llashi natijasida خۇاۋېي o'tgan 20 yilda dunyodagi eng cho'ng telegraf shirkatiga aylandi. Bu shirkat 2018 yili 19 milliard dollar kirim qilib, buningdan 7 milliard dollar payda oldi. Gerçi Amerikada خۇاۋېي şirketining Xitoy armiyasi bilan aloqasi borligi to'g'risidagi xabarlar o'ttirg'i chiqqan. Shundaqla Amerika istihbarat doiralari bu shirkatning bexatarlik jihatda nurg'un masalalar borligini, uning hargiz xususiy shirkat emasligini, ya'ni balki Xitoy hukumatining quroli ekanligini o'ttirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, lekin necha yildan buyon خۇاۋېي yanala Washingtonning jazosiga uchramay keldi. Avam palatasi istihbarat komitetining 2012 yildagi tekshirishida خۇاۋېي josuslikqa qarshi turish va bexatarlik jihatda Amerikaga tahdid shakllantirgan deb xulosa chiqarilgan. Ammo bu shirkatning, ya'ni bu jihatdagi faoliyatlarining tafsilotlari texi e'lon qilinmag'achqa, bu shirkat, ya'ni Amerikada davomliq ro'naq tepavergan. Ming Vanjo 1993 yili خۇاۋېي shirkatiga kirgan. 1998 yili Markaziy Xitoy Pan-texnika universiteti, ya'ni Huajong Keji dashuni bitirgan. Uning sobiq yo'ldoshi Shuvunvey خۇاۋېيning bosh strategik setish amaldori edi. Ming Vanjo خۇاۋېيning bosh moliya amaldori bo'lgandan boshqa yana mudiriyatning muavin mudiri edi. Xitoydagi xabarlarda deyilishicha, Ming Vanjoni dadisi خۇاۋېيning raisi, bosh ijroiya amaldori, Xitoy ozodlik armiyasining sobiq elektronlik urush mutaxassisi Rinjingfei shirkatni o'tkazib olish uchun bir qo'lliq yetishtirgan. İngilisçe Sabrina Ming va Cassie Ming degan ismlarni ishiltadigan Ming Vanjo odatdagi Xitoy savdogarlaridan emas. U Xitoy Kompartiyasi xon jamiyatining, ya'ni Xitoyning eng yuqori qatlamidagi shahzoda malikalar. Ya'ni bu nom Xitoydagi huquqdor sarxillarning boy, imtiyozliq avlodlarga ishiltiladi. Guruhining a'zosidir. Malika Mingning shirkatdagi taraqqiyotiga dadisi hamdam bo'lgan. Uning bovisi Maozdongning Xitoy ichki urush mazgilidagi yaqin saptishi bo'lib, oxirida o'lka boshlig'i bo'lgan. Xitoy mutaxassisi Steven Mosher yozgandek, Ming Vanjo Xitoydagi eng cho'ng va eng ilg'or yuqori texnik shirkatining, shundaqla Xitoyning yer sharini kontrol qilishdagi cho'ng strategiyasida muhim rol o'ynaydigan shirkatning varisidir. Qizi Kanadada tutib ketilgandan bir necha hafta keyin Rinjingfei خۇاۋېيning Xitoyning Shinjindagi bosh shtabida muxbirlarni kutib olish yig'ini echib, o'z shirkatining Xitoy hukumatiga josuslik qilganligini yoki o'zining 2017 yildagi istihbarat qonuniga binoan aqliy iqtidorli telefon va boshqa telegraf uskunlarida raqamlik orqa eshik echish majburiyati borligini inkor qildi. Xitoy ozodlik armiyasi bosh shtabining elektronlik urush qismining bir tarmoqi bo'lgan uchur injenerligi akademiyasi, ya'ni 4-chi boshqarmasining sobiq amaldori Rinjingfei mundaq dedi. Xitoydagi hech qanday qonun Xitoydagi har qanday bir shirkatdan majburiy orqa eshik echib berishni talab qilmaydi. Xitoy Kompartiyasining rahbarlari Ming Vanjoning qo'lga ilinganligiga bo'lgan g'azabini ifodalash uchun Xitoydagi kanadaliklarni qo'lga oladigan va bema'ni ayblashlar bilan go'ro'ga oladigan sistemalik harakatlarni boshladi. Bir mahal Beijing hokimiyati 13 kanadalikni qo'lga oldi. Ularning ichida Kanadaning sobiq diplomati Michael Korik va Choshan bilan
munosabati bor kanadalik savdogar Michael Spavor bor edi. Xitoy bu tutqun qilish harakatlarining Mingvanjoning qo'lga elinishiga qartilgan o'ch elish ekanligini inkor qilib, ya'ni qo'lga elingan kanadaliklarning davlat bexatarligiga ziyon yetkazadigan aniqsiz harakatlar bilan shug'ullanganligini o'ttirg'a qo'ydi. Ya'ni davlat bexatarligiga ziyon yetkazadigan aniqsiz harakat degan bu ibora Xitoy Kompartiyasi tarafidan nihoyatda ko'p qo'llaniladigan bo'lib, buni Xitoy Kompartiyasining hokimiyatiga qarshi deb qaralgan har qanday kishiga tatbiqlag'ili bo'ladi. Nopos tadqiqot o'rnining raisi Asiya Zoravani Xitoyning orzusi nima uchun dunyo tartibi uchun yangi tahdid hisoblanadi degan kitobning avtori Mushir خۇاۋېي şirketining millionlagan aqliy iqtidorli telefon ishlab chiqaradigan odatdagi shirkatlardan emasligini o'ttirg'a qo'yib, خۇاۋېي Xitoy Kompartiyasining josuslik organidir dedi. Xitoy 2015-yili va 2017-yili 6-oyda yangi davlat bexatarlik nizomini ma'qulladi. Davlat istixborot qonunining 7-moddasida mundaq deyilgan: Barliq Xitoy tashkilotlari va fuqarolari istisnosiz holda cho'qim davlatning istixborot xizmatini qo'llashi, yordam berishi va hamkorlashishi va o'zlari bilgan davlat istixborot xizmat maxfiyatligini qo'g'dishi kerak. Bu oshkora davlat ig'dorchiligidagi shirkat yoki nomda xususiy shirkat bo'lgan barliq Xitoy shirkatlaridan Xitoy Kompartiyasining keng ko'lamlik istixborot to'rini zamonaviylashtirishni qo'llashini talab qilganlikdir. خۇاۋېي bu josuslik sistemasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, partiya tarafidan boshlamchi korxona qilib bekitilgan. Bu mazkur shirkatning Xitoyning umumiy davlat strategiyasining yer shari telegraf bozorida yetakchi rolga erishishidagi ochqushliq omil ekanligidan derak berdi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI'ning ayni vaqtdagi josuslikqa mas'ul muavin idora boshlig'i Bill Gertz 2018-yili 12-oyda parlamentga Xitoy hukumatining qimmat qarshi hukumatimiznikiga o'xshamaydi. Mencha buning bir yaxshi misoli ular yaqinqi bir qancha yilda chiqargan tor bexatarligi qonunidir. Mazkur qonun Xitoy hukumatini o'zi xohlagan vaqtda har qanday telegraf yoki tor shirkatlarining har qanday ishlatguchi sonliq ma'lumotlarga erishish imkoniga ega qildi. Ular bu sonliq ma'lumotlardan xohlaganicha foydalana oladi dedi. Biz shuni tushunishimiz kerakki, bu deganlik Xitoy hukumati bu shirkatlarga ega bo'lgan ishlatguchi sonliq ma'lumotlarni har qanday shaklda ishlata oladi. Menga bu favqulodda tashvishlik ishdir, dedi u yana. Davlat bexatarligi ministrligining tor va ul aslaha bexatarlik idorasining boshlig'i Christopher Krebs, ya'ni Xitoydan keladigan xatarning faqat خۇاۋېي bilan cheklanmaydiganligini, tahdid paydo qiladigan Xitoy shirkatidan yana bir qanchasi borligini aytdi. Aniqki, raqobat خۇاۋېي bilan cheklanmaydi. Bu yana Xitoy ko'chma xabarlashish, Xitoy telegraf shirkati, Xitoy birlashma xabarlashish shirkati qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu shirkatlarning Xitoy hukumatini o'zi to'plagan barliq sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlashi talab qilingan. Navbatda خۇاۋېي va Xitoyning boshqa telegraf shirkatlari yangi texnika raqobatining, ya'ni 5G deb atalgan yangi avlod yuqori suratlik, simsiz va simliq sonliq ma'lumot va telegraf aloqasi to'rini o'rinlashtirishning oldingi sepida. Buningda yana Xitoyning yer sharida iqtisodiy ustunlikni qo'lga keltirish g'arzimi
məxfi emas. Bu Xitay Dövlət İşləri Məhkəməsinin 2015 yılı 7 aydakı Xitay yasımçılığı 2025 dokladida uçuq jakarlanğan bo'lib, mazkur strategiyada biz cho'qim taraqqiyot qurilmasini darhol tangshab, taraqqiyot sübtini oshirishimiz kerak. Yasımçılıq yangi Xitay iqtisodini ilgir suradigan motordur deyilgan. Bu programmada Komünist Xitayning qurilganiga 100 yil bo'lgan yili, ya'ni 2049 yili oxirlashadigan 3 bosqichliq plan qisqacha bayon qilingan. Ya'ni Xitayning davosicha shu vaqtga borganda Xitoy ilg'or texnika va sanoat sistemasi bilan dunyo iqtisodiga hukmronlik qiladi. Telegraf mazkur strategiyadagi ochqishliq omil. Xitoy dunyo bozorining keng balvoqliq to'rga singib kirishi ostida 2025 yilga borganda o'zining yer shari bozorini egillash nisbatini, ya'ni navbatdagi 37%dan 82%ga chiqarishni planladi. Mazkur strategiyada ko'rsatilganidek, Xitoy dunyoning aloqa va uchur sistemasiga hukmronlik qilish qo'ydi. Bu strategiyaga ko'ra Xitoy yangi hisoblash, yuqori suratlik tor, ilg'or saqlash va sistemalik bexatarlik qatorliq yadroliq texnikalarga ega bo'ladi. 5-avlod ko'chma xabarlashish, ya'ni 5-chi yadroliq router almashtirish, darjadan tashqari yuqori suratlik va sig'imi cho'ng aqliy iqtidorliq optiklik yetkazish. Shundaqla kelgusi tor sistemasining yadroliq texnikasi va qurilmasida bo'sish hosil qiladi. Kivonit hisoblash va sun'iy nervi torini ilgir suradi. Oliy darajalik mulozimatdir, cho'ng sig'imliq saqlag'ich, yangi router almashtirg'ich, yangi aqliy iqtidorliq terminal, keyingi avlod asosiy punkt va tor bexatarligi qatorliq uskunlarni tadqiq qilib, yadroliq xabarlashish uskunlarining sistemalashtirilishi va keng ko'lamda qo'llanilishini ilgir suradi. Bu nishonlarni amalga oshirish uchun خۇاۋېي va har bir Xitoy shirkati, Xitoy ozodlik armiyasi va davlat bexatarlik ministrligi va Xitoy kompartiyasining boshqa organlari bilan yaqindan hamkorlashadi. Mushir mundaq dedi: خۇاۋېيning Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan munosabati Germaniya Alfred Krupp Polat Tömür şirketining 2. Dünya urushidan ilgirki kunlardagi Germaniya natsist partiyasi bilan bo'lgan munosabatiga o'xshaydi. Germaniyaning oldingi qatordagi qurol yaroq ta'minlaguvchisi bo'lgan mazkur shirkat urush portlagandan keyin asosan natsistlarning qo'lidagi qurolga aylanganga o'xshash Xitoyning oldingi qatordagi yuqori fan texnika shirkati bo'lgan خۇاۋېيمۇ Xitoy kompartiyasining kelgusidagi dunyoni kontrol qilishni nishonlagan so'g'uqchilik urushi planidagi muhim omildir. خۇاۋېي xususiy shirkat emas, hatto shirkatma emas, balki 2019 yilgacha dunyodagi minglagan kishilarni muvaffaqiyatlik oldiyallagan shirkat siyoqidagi aldamchilik apparatidir. Xitoyning boshqa sun'iy shirkatlarga o'xshashla خۇاۋېيning haqiqiy maqsadi sanoat josusluqi qilish, bilim, mulk huquqi o'g'irlash va insoniy istixborot to'plashdir. 2019 yılı 1 ayda Amerika adliya tarmoqlari خۇاۋېي va Mingvanjo'ga qartilgan ayblashlarni e'lon qilganda خۇاۋېيning abdi bashirisi tunji qitim oshkorlandi. خۇاۋېي texnik shirkati va uning 2 tarmoq shirkati, ya'ni
T-Mobile şirketidən maşina adam məxfiyyətligini o'g'irlagan va İran bilan qonunsiz savdo qilgan deb aybləngan. Amerika əməldarları خۇاۋېي bilan Mingvanjoni İrandakı niqablanğan şirkət Skycom Tech cheklik mas'uliyat şirketidan foydalanib, Amerikaning Tehrandagi Shia hokimiyatining moliya ishlarini cheklashni maqsad qilgan embargo qonunlariga xilof holda İran bilan necha 10 million dollarlik pul muomala savdosini yoshirganligi uchun ayblab, tunji qatim Mingvanjoning ustidan delo turg'izdi. Seattle shahrida yana 10 moddalik ayibnoma e'lon qilinib, خۇاۋېي şirketining خۇاۋېي uskunlari cheklik şirketi va Amerika خۇاۋېي uskunlari şirketidan iborat ikki tarmoq şirketi iqtisodiy josuslik qilib, TAPI deb ataladigan T-Mobile telefonlarini sinoq qiladigan mashina odamdagi qo'g'diladigan uchurlarni o'g'irlash bilan ayblangan. Bu josuslik T-Mobile şirketining aslahalariga suqunib kirib, savdo maxfiyatligini o'g'irlashga aloqador edi. Ayibnomada oshkorlangan jinoiy qilmishlar خۇاۋېينىڭ yuqori darajalik boshqaruvchilarining dunyoning har qaysi joylarida خۇاۋېينى qo'llash yuzidan chet el texnikasini o'g'irlagan xizmatchilariga naqd pul mukofot berganligini ko'rsatdi. Mazkur ayibnoma e'lon qilinishidan bir qancha kun ilgari Polsha doiralari خۇاۋېينىڭ yuqori darajalik amaldori Wang Weijing va Polshaning sobiq istixborot amaldori Peter Durbajloni qo'lga ilib, josuslik jinoyati bilan ayblagan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI'ning boshlig'i Christopher Wray mazkur delo e'lon qilinganda mundaq dedi: "خۇاۋېيga o'xshash shirkatlar bizning iqtisodimizga va davlat bexatarligimizga qo'sh tahdid elib keladi. Bu ayblashning ig'irligi Federatsiya tekshirish idorasining bu tahdidga qanchalik astoydil muomala qiladiganligini aniq ko'rsatib berdi. Bugungi bu ayblash qonunimizga xiloflik qilgan, adliya tartibiga to'sqinlik qilgan yoki davlatimizning va iqtisodimizning baxt saodatiga ziyon yetkazadigan shirkatlarga yo'l qo'ymaydiganligimiz haqidagi ogohlantirish deb qaralishi kerak. Bu shirkatning Washington shtatidagi qilmishlari 2012-yili boshlangan bo'lib, ayni chog'da خۇاۋېي shirkati o'zining aqliy iqtidorli telefonlarini sinashda ishlatadigan mashina odam texnikasini kuchlantirish maqsadida TAPI mashina odam texnikasini qo'lga tushirish, ya'ni o'g'irlash harakatini boshlagan edi. خۇاۋېي shirkatining o'g'irlangan texnika orqali putib chiqqan aqliy iqtidorli telefonlari oxirida yana, ya'ni texnikasi o'g'irlangan TAPI mashina odamining sohibi bo'lgan T-Mobile va Amerikaning boshqa simsiz telegraf shirkatlariga sotiladi. خۇاۋېي injenerlari T-Mobile bilan tuzishgan maxfiyatligini saqlash va oshkorlamaslik kelishimiga xiloflik qilib, TAPI mashina odamini maxfiy suratga tortgan. Mashina odamning texniklik o'lchamlarini o'g'irlagan va hatto bir qatim mashina odamdan bir uskunani chiqarib olib, Xitoyda ko'paytib yasagan. T-Mobile bu iqtisodiy josuslikni bayqagan va arz qiladiganligi to'g'risida tahdid solgandan keyin خۇاۋېي doklad e'lon qilib, bu josuslikni aqlsiz xizmatchilarimiz o'z oldiga qipti deb mas'uliyatdan qechishga uringan. Halbuki tekshirishning bir qismi sifatida qo'lga tushirilgan ilxatlar bu harakatni خۇاۋېي shirkatining bir qo'lliq o'rinlashtirganligini ko'rsatdi. Masalan, 2013 yili 7 oyda yo'llangan bir ilxatda خۇاۋېينىڭ
chet el texnikasini o'g'irlagan xizmatchilarga beradigan mukofotining sommasining ular dunyoning har qaysi joylarida qo'lga tushirgan uchurlarning qimmatiga asosan bekitilganligi tilga ilingan. خۇاۋېي شىركىتى o'z o'g'irlarining o'g'irlagan soda maxfiyatligini avatish uchun shifrlangan ilxat adresi bilan ta'minlagan. خۇاۋېي ya'ni Irondagi Skycom shirkati bilan munosabati yo'qdek qiyofatga kirib olgan bo'lsa-mu, ammo bu ikki shirkat yanala qo'yiq aloqasini saqlagandan keyin خۇاۋېيning Ironga pul yetkazganligi Hong Kong va Shanghai bankchilik shirkatining maxfiy uchuriga asosan bayqalgan. خۇاۋېي yana Amerikadagi tekshiruvchilarga خۇاۋېيning Irondagi tijoratini azaytganligi to'g'risidami yolg'on aytgan. Mingvanjo va خۇاۋېيning boshqa xizmatchilari o'zi bilan hamkorligi bor bankirlarga Irondagi tijorat to'g'risida yolg'on aytgan. Buning ichidagi bir vaqa Hong Kong va Shanghai bankchilik shirkati va uning Amerikadagi tarmoq shirkati 2010-yildan 2014-yilgacha bo'lgan araliqda Skycom shirkati orqali Ironning $100 million ortiq mablag'ini yetkazgan. Amerikaning Ironga qaratgan embargosida banklarning Amerika orqali Iron bilan bo'lgan pul muomala sodasini bir taraf qilishi cheklanadi. Bu shirkat yana qonunsiz sodaning guvochisi bo'lgan Amerikada turishliq خۇاۋېي xizmatchilarini federativ tekshiruvchilarning tekshirish doirasi bo'lgan Amerikadan Xitoyga yetkazitish orqali adliya tekshirishiga to'sqinlik qilish bilan ayblangan. Xitoy sistemasining ichki aylanish mexanizmini biladigan surgundagi Xitoy sodigar Govungui, خۇاۋېيning Xitoy kompartiyasi va istixborot organlari bilan qo'yiq ittifoqliq munosabati borligini aytdi. O mundaq dedi: خۇاۋېي xususiy shirkat siyoqiga kirib olgan, amaliyotda 100% hukumat kontrolligidagi shirkat. Bu shirkatning Xitoy ozodlik armiyasining istixborot organlari va davlat bexatarlik ministrligi bilan qo'yiq munosabati bor. خۇاۋېي shirkati Xitoy ozodlik armiyasining sobiq amaldori Ren Zhengfei tarafidan qurilgandan boshqa Ren Zhengfeining Mingvanjo qatorliq bir qancha oila a'zolari shirkatda rahbarlik vazifasini o'taydi. Ularning hammasi Xitoy kompartiyasining a'zolari. Shunga ulardan 2017-yili yo'lga qo'yilgan istixborot nizomiga qattiq rioya qilib, Xitoyning istixborot tarmoqlarini shirkatning sonliq ma'lumotlari bilan ta'minlashi talab qilinadi. Govunguyning aytishicha, خۇاۋېي Xitoy kompartiyasining sobiq bosh sekretari Jiang Zemin va uning Shanghai Fan texnika universitetining mudiri bo'lgan o'g'li Jiang Mianxing boshchiligidagi Xitoy kompartiyasi ichidagi bir guruh tarafidan maxfiy kontrol qilinadi ekan. Jiang Mianxing خۇاۋېي qatorliq nurg'un shirkatlar bilan aloqasi bor. Xitoyning eng kuchli texnika rahbarlarining biridir. Govungui خۇاۋېي davlat bexatarlik ministrligi va Xitoy ozodlik armiyasining ikkinchi boshqarmasi bilan yaqindan hamkorlashadi. Halbuki iqtisodiy jihatdan bu shirkatning foydasining ko'pinchisi texnika sanoati bilan shug'ullanadigan Xitoy partiyasining amaldorlarining cho'ntigiga tushidi, dedi. 2018-yili Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI Infrared nomli programmaning bir qismi sifatida Amerika sanoat bexatarlik xodimlariga doklad berish yig'ini ochdi. Doklad berish yig'inida خۇاۋېي va o'xshashla Iron bilan qonunsiz savdo qilishga chetilgan Zhongxing shirkati to'g'risida yangi tafsilotlar ta'minlandi.
Federatsiya tekshirish idorasi خۇاۋېي va جۇڭشىڭنىڭ qarmoqqa xususiy igdorchilikdagi shirkatlarda ko'rindiganligini, ammo boyliq va mablag' jihatda birdak Xitoy hukumatiga tayindiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Dokladdagi qisqacha tunishtirishda router, telefon va boshqa uskunlarni ishlab chiqaradigan خۇاۋېي shirkati Beijingning chet el texnikasini setib olish, ya'ni o'g'irlashni o'z ichiga olgan davlat yetakchiligidagi iqtisodiy siyosatidagi ochqushliq omil deyildi. خۇاۋېينىڭ tijorati asosligi yuqori iqtidorliq kompyuter va tor chot, ya'ni cloud computingni taraqqiy qildirishga markazlashgan. خۇاۋېي va جۇڭشىڭ har ikkisi Beijing uchun iqtisodiy josuslik qiladi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi جۇڭشىڭ shirkatining ilgarimo Iran va Chavshan bilan qonunsiz savdo qilganligi uchun embargoga uchraganligini ko'rsatdi. Bu shirkatlar Xitoy fuqarolarini nishon qilgan keng ko'lamlik elektronlik nazorat qilish programmalarida Xitoy istixborot va bexatarlik tarmoqlariga yordam berishni o'z ichiga olgan davlat nishonini ilgari surishdagi vositalarning bir qismidir. Bu shirkatlar yana chet elning Xitoyning yer sharidagi ustunligini qo'lga keltirishga bo'lgan qarshiligini azaytishni maqsad qilgan chet ellarga ta'sir ko'rsatish harakatining bir qismidir. Amerika Davlat bexatarlik idorasining hujjatlarini o'g'irlagandan keyin Moskvaga qochib ketgan xoin istixborot o'ttigiri Edward Snowden oshkorlagan Amerika Davlat bexatarlik idorasining maxfiy hujjatlari خۇاۋېي to'g'risida texmi ko'p tafsilotlar bilan ta'minlaydi. Amerika Davlat bexatarlik idorasining maxfiy hujjatida oshkorlanishicha, Amerika Davlat bexatarlik idorasining chet ellardagi nurg'un josuslik nishonlari bir qancha davlatda خۇاۋېينىڭ tor routeri va boshqa telegraf uskunlari orqali aloqa qilgan. Amerika Davlat bexatarlik idorasining istixborot to'plash uchun hakkerlik qiladigan maxsus suqunib kirish harakati bo'limi خۇاۋېينىڭ uskunlariga suqunib kirib, chet eldagi bir qancha nishonni elektronlik o'g'irliqchi tingshash orqali ularning maxfiyatligini qo'lga tushirgan. Amerika Davlat bexatarlik idorasining materiallarida mundaq deyilgan: kishini tashvishga soladigan خۇاۋېينىڭ keng tarqalgan ul asliyalari Xitoy Xalq Jumhuriyatini signal istixboroti iqtidori bilan ta'minlab, ularni mulozimatni rad qilish tipidagi hujumlarni qo'zg'ash imkoniyatiga ega qiladi. Bu materiallarda 2010 yildagi davlatlik istixborot mo'lchiridan naql elinib, xalqaroliq shirkatlar va chet ellarning Amerikaning uchur texnik ta'minlash zanjiri va mulozimatidagi roli kun siri kuchayotidi. Bu ularning sijil, yoshirun buzg'unchilik kuchini oshirdi deb ogohlantirilgan. Bir Amerika istixborot amaldori menga خۇاۋېينىڭ eng kechikkandimi 2014 yildan boshlab Xitoy istixborot organlariga vakolatdan ishlab, ma'lum bir Amerika Davlat mudofaa o'ttigarlik shirkati orqali Amerika Davlat bexatarlik idorasining uchurlariga erishishga uringanligini aytdi. خۇاۋېي yana, ya'ni 6 va 10 boblarda tilga elingandek, Xitoy tor bexatarlik shirkati BOYUSIC bilan yaqindan hamkorlashgan. 2014 yili Amerika istixborot organlarining ichki dokladida ko'rsatilishicha, خۇاۋېي hakkerlik hujumi orqali ma'lum bir Amerika router shirkatining halqiliq yumshoq detalining tafsilotlarini o'g'irlab, mazkur shirkatga buzg'unchilik qilgan.
خۇاۋېي yana Amerikaning vaqtliq maarif vizasidan foydalanib, o'z xizmatchilarini o'z ichiga olgan necha yuz yumshoq detal injenerni Amerikaga avatgan. Davomi bor.